Davom etamiz. Kadastr agentligi va Davlat kadastrlari palatasi Surxondaryo viloyati boshqarmalari hamda Respublika aerogeodeziya markazi Surxondaryo hududlararo bo'linmasi mas'ullari ishtirokida matbuot anjumani o'tkazildi. Unda o'tgan 2025-yil davomida amalga oshirilgan ishlar tahlil qilindi. Ommaviy axborot vositalari vakillari, jurnalist va blogerlar ishtirok etgan matbuot anjumani mazmun jihatdan yuqori ahamiyat kasb etgani bor gap. Dastlab soha mas'ullari tomonidan tizimga oid qonunchilikdagi o'zgarishlar haqida ma'lumotlar berildi. Anjuman davomida Kadastr agentligi va Davlat kadastrlari palatasi Surxondaryo viloyati boshqarmalari hamda Respublika aerogeodeziya markazi Surxondaryo hududlararo bo'linmasi mas'ullari ishtirokida o'tgan 2025-yil davomida amalga oshirilgan ishlar tahlil qilindi. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yili viloyat hududida o'tkazilgan yer nazorati tadbirlarida jami 3142 ta holatda 266,5 gektar yer maydoni o'zboshimchalik bilan egallangani aniqlangan. Yozma ko'rsatmalar yuborilishi va profilaktik tadbirlar natijasida ularning 2238 tasi, ya'ni 189 gektardagi yer qonun buzilish holatlari ixtiyoriy bartaraf etilgan. Anjuman davomida shu kabi tizimga oid barcha ma'lumotlar berildi. Yer va kadastr nazorati borasida amalga oshirilayotgan ishlar, ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish va kadastr pasportlarini rasmiylashtirish va kelib tushayotgan murojaatlar hamda auksion natijalari va qatlovdan o'tkazilgan yer uchastkalari va boshqa ma'lumotlar bilan tanishtirib o'tildi. Ta'kidlanishicha, o'tgan 2025-yil davomida ko'chmas mulk obyektlariga kadastr pasportini shakllantirish bo'yicha jismoniy va yuridik shaxslardan jami 59904 ta murojaat kelib tushgan. Shulardan 27193 tasi rad etilgan. Xo'sh, bunga asosiy sabab nima? Mas'ul xodim bu holatni quyidagicha izohladi. Ya'ni rad etish sababi asosan tegishli huquqiy hujjatlar mavjud bo'lmagan taqdirda murojaat qilavergan yoki murojaat qilingan joyiga chiqib borib o'lchash jarayoniga kelganimizda yo qo'shnisi bilan yoki boshqa birov bilan nizoli masalalar. Muloqot yakunida joriy yilgi rejalar bilan ham o'rtoqlashildi. Media olami vakillari esa o'zlarini qiziqtirgan savollarga javoblar olishdi. Sobit Qaynarov, Zamon axborot tahliliy dasturi uchun Surxondaryodan.